Amerika vizasi uchun posolstva kirmoqchimisiz? Unda bu narsani bilishingiz shart. Birodarlar, 28-aprel Amerika davlat departamenti konsullar uchun yangi savollar qo'shdi. Ya'ni bu savollar nimadan iborat? Siz o'z davlatingizda zo'ravonlik yoki zo'ravon munosabatga uchradingizmi? Va ikkinchisi, siz o'z davlatingizga qaytib kelishdan qo'rqmaysizmi degan savollar. Bu savollar nima uchun kerak? Ya'ni Amerika kelib qolib ketish niyatida boshpana so'ramasligingiz uchun. Va aynan shu yerda bir savol tug'iladi. Ya'ni men ularni aldasam, ha, men o'z davlatimga qaytib kelaman. Hech qanaqa zo'ravon munosabatga uchraganim yo'q. Men o'z davlatimga qaytib kelishdan qo'rqmayman deb javob berib, aldab Amerikada qolib ketsam-chi degan savol tug'iladi. Aynan mana shu yerda zatsepka, aynan mana shu yerda sizni ushlashadi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlar kelganingizdan keyin statusingizni o'zgartirishga ancha qiynalishingiz mumkin. Ya'ni boshqa yo'nalishlarga, boshqa viza turlariga o'zgartirish ancha qiyin. Va ayni payt eng osoni bu Amerika Qo'shma Shtatlar viza bilan bo'lsa ham kelib Amerikadan boshpana so'rash. Aynan mana shu yerda sizni ushlashadi va boshpanaga rad javobi keladi. Nima uchun? Chunki siz vaqtida konsulni aldagan bo'lasiz. Ya'ni Amerika posolstvasiga kirib, konsulga yo'q, men davlatimga qaytib kelishdan qo'rqmayman. Meni davlatimda men uchun hech qanaqa xavf-xatar yo'q deb javob bergansiz. Agar mana shu vaziyatda ha, men o'z davlatimga qaytib kelishdan qo'rqaman, men o'z davlatimda zo'ravonlik munosabatiga uchraganman desangiz, sizga vizaga atkaz beriladi. Agar ularni aldab Amerika kelib qolib ketmoqchi bo'lsangiz, sizga boshpanaga atkaz beradi. Birodarlar, posolstva kirmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'nating va albatta obuna bo'ling. Bu yerda hammasi Amerika haqida.